Sizlar bilan men Dekir Minecraft va xush kelibsiz mening yangigina videomga. Bugun biz imperiya quramiz, o'zimizga yangi imperiya. Avvalgi imperiyamni ko'rgan bo'lsangiz, uning kartasi o'chib ketibdi, afsus. Shuning uchun men yangidan imperiya qurmoqchiman. Xo'p do'stlar, bu yerga kirsak, bu bizning kamonchimiz, bu esa bizning xaritachimiz. Xo'sh, tepaga chiqsak, bu bizning kiyim tikuvchimiz, bu esa oshpazimiz. Va pastda bu yerda xonacha bor, bu yerda esa bitta jitil bo'lishi kerak edi. U mana shu yerda xatlarni kutib oladi. Ya'ni bu yerdan mening xalqim kelib o'z shikoyatlarini yozishadi va bu yerda turgan jitil ularni olib sandiqqa solib qo'yadi. Men esa uni bajaraman. Bu yolg'on emas, barchasi rost. Bu yerda har xil hayvonlar ham bor. Xo'sh, qani u jitil? Ha, mana. Va biz yana 5 tagina jitil qo'ya olamiz, ammo ular uchun uy kerak. Shuning uchun biz kichkinagina uycha qurib olamiz. Xo'sh, taxta. Hozirchalik oddiy taxtadan uy qurib turamiz. Sababi bizda uncha ham ko'p resurs yo'q. O'z hozirgina boshladik va sizlarga tushuntirish esdan chiqibdi. Bu bizning bayrog'imiz. Qizil bu bizning davlatimiz, qora bizning armiya, oq esa bizning oq ko'ngilligimiz. Uncha ham oq ko'ngil emasmiz, lekin baribir hamayli. Hozirchalik esa uy quramiz. Bu zerkali bo'lishi mumkin, shuning uchun ham videoni to'xtatib turaman. Mana uyni ham qurib bo'ldim. Bu yerga chiroq qo'yamiz va bittagina eshik olamiz va uni o'rnatamiz. Kirib chiqishni oson qilish uchun taxtadan zina qo'yib qo'yishimiz kerak. Mana bo'ldi. Xo'sh, mana endi ichkaridan oyna ochishimiz kerak. Bu yerdan bitta, bu yerdan bitta va bu yerdan bitta va bo'ldi. Ana endi o'zimizga kerak bo'lgan narsalarni olib olamiz. Oyna. Xo'sh, so'ng kravat. Sandiq kerak bo'ladi bizga. Oynalarni birinchi olib qo'yib chiqamiz. So'ng kravatlarni qo'yamiz. Va bu yerga ortiqcha narsalarni solib qo'yishadi. Xo'sh, ana endi bu yerga bitta va bu yerga bitta. Va bo'ldi. Va biz endi jitillarni qo'ysak ham bo'ladi. Ammo undan oldin yovuz moblar hujum qilmasligi uchun o'rab chiqqanim ma'qul. Bo'ldi mana do'stlar, men bu yerda o'rab oldim. Mana bu jitillar yaramaslarni olib kirish qiyin bo'ldi. Qoch, bu yerdan tushib ketasan. Bu yerda ham o'rab qo'yish kerak, yo'qsa ular sakrab yuborishadi shu yerdan. Ahmoqlar. Bularga aql modini ko'rsam ham, lekin baribir foydasi bo'lmadi. Aql modi bo'lsa ham qochib ketaverishadi. Xo'sh, mana bu yerda ham o'rab oldik. Men endi 5 ta jitil qo'ysam bo'ladi. 1 2 3 4 va 5. Va bo'ldi. Boshqa jitil qo'ya olmayman.
sababi bo'g'irromlik. Xo'sh, ana endi nima qilamiz? Ularga menimcha ferma kerak bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu taraflarda ularga ferma qurib beramiz. Lekin kum tarafda qurish xato. Shuning uchun ham mana shu yerda ularga kichkinagina ferma qurib beraman. Xo'sh, bizga kerak bo'ladigan narsa bu oddiy yer. Katta yer shart emas. Xo'sh, bizga suv kerak. Yo'qol bu yerdan. Xo'p, biz bir pakir suv olib olamiz. Voy la'nati, bu yerga quyib yubordim. Mayli, blok qo'yib boramiz. Kech ham tushyapti, tezroq bitirib olishim kerak. Videoni yana to'xtatib turaman. Xo'p, mana do'stlar, videoni yana yoqdim. Bu yerda biz ularga joy tayyorlab bermoqchimiz. Xo'p, mana davom ettiramiz. Ularga bu yerda ekinzor qilib berishim kerak. Ularga albatta ekinzor kerak, sababi nima yeyishadi? Yegani hech nima yo'q. Biroz qotib do'stlar. Menimcha qotayotganing sababi har xil fasllar modi. Bu mod o'zidan har xil hayvonlar qo'shadi va fasllar. Qish kelmasdan oldin biz tezroq kuchayib olishimiz kerak, sababi qish kelsa qattiq keladi. Men bu mod bilan o'ynab ko'rganman. Qish juda ham yomon narsa. Xo'p, endi ularga ish o'rnlarini qo'yib beramiz. Mana va yarimtalik blok kerak. Sababi ular ustiga chiqib olib sakrab rassosini chiqarib tashlamasliklari uchun. Xo'sh, mana va bo'ldi. Ana endi narsa ekib chiqsak ham bo'ladi. La'nat, qo'yilib ketdi. Xo'sh, u yerga nima eksak bo'ladi? Albatta, urug' ekamiz. Ya'ni somon, kartoshka va bo'pti. Mana shundan ham ekamiz. To'xtanglar, bizda axir yangi mevalar bor-ku, ulardan foydalansak ham bo'ladi. Masalan, mana bu. Bu nima ekan?
lekin ikki ko'rsak bo'ladi. O baqalajon mana ajoyib. Bu yerga bug'doy ekamiz. Mana bo'ldi. Bu yerga mana bu la'nati bu yerga ekilmas ekan. Baqalajonchi. Yo'q do'stlar, afsuski bular ekilmas ekan. Afsus, hech qisi yo'q. Oddiy kartoshka va yashir ekamiz. Bo'pti. Bularni ekib chiqamiz endi. O'zlari o'stirib olishadi. Xo'sh, endi kartoshka ekamiz. Va mana bo'ldi. Va qayerdandir qurbaqaning ovozi kelyapti. Lekin yovuz moblar yo'q. Shunisiga hayronman, yo'q. Mana bor ekan. Bu yerlarni yoritib chiqmasam bo'lmaydi. Yo'qsa bu yerda yovuz moblar paydo bo'lishi mumkin. Bu yer ham qorong'i menimcha. Bu yerni ham yoritish kerak. La'natda mana shu bug'uning ovozi jonga tegdi. Juda ham qattiq ovoz chiqaradi. Xo'sh, mana bo'ldi. Mana shu yerga ham bitta fakel qo'ysak bo'ldi. Mana ajoyib. Barcha jitillar uxlayaptimi? Ha, uxlashyapti. Do'stlar, kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Va bu davlatga, ya'ni bu imperiyaga qanaqa nom qo'yamiz? Shuni ham yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Axir bironta bir nom qo'yishimiz kerak-ku. Men fakir qo'ymay o'ynayotganim sababi, birinchi sababi bu yoritish modi, ya'ni menda ikkinchi qo'limga fakelni olsam, atrofni yoritib beradi. Shuning uchun ham men fakir qo'ymasdan o'ynayotgandim, ammo moblar paydo bo'lib qolsa bu yomon. Eng qizig'i do'stlar, biz oroldamiz. Oddiygina orol. Hozir uxlab ko'rsataman. Tong otgach ko'rsataman sizlarga. Xo'sh, kravat olamiz va uxlaymiz. Xo'sh, mana hozir bir ko'zdan kechiramiz bu yerlarni. Xo'sh, mana tong ham otdi. Mana bular o'z ishchilarini topishdi va mana do'stlar, biz butun boshli oroldamiz. Bu yoq ham okean. Bu yerda qandaydir toshlar bor. Bu taraflar ham okean menimcha. Bu yerda qandaydir uy bor ekan. Ajoyib. Bu yerda bosib olish kerak. Menimcha egasi ham bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz. Ochamiz. Ochal. Va bu yerda hech kim yo'q. Shunchaki tashlab ketilgan. Yashirin kema do'stlar. Ajoyib. Agar biz shu yerga maydonimizga keltira olsak, bu kema bizniki bo'ladi. Vav, ajoyib kema. Biz bu yerlarni keyingi qismlarda albatta egallab olamiz. Albatta siz keyingi qismlarni ko'rishni xohlasangiz, hoziroq bu videoning tagiga bir 1000 ta like yig'ib bersangiz, albatta men keyingi qismni chiqaraman. Hammanglar osonlashtiraman, 100 tagina like va keyingi qism. Xo'sh, buning ham tagida biron nima bormikan? Yo'q ekan, ammo bu yerda qandaydir joy bor. Mana yashirin xona. Bu yerda shuncha narsa bor. Resurslarning ko'pligiga qarang do'stlar. Bu yerga tezroq kelish kerak. Qandaydir damlama ham bor ekan. Ajoyib.
Bu yer bizniki